Shahrimizning Sharq 1 Al-Maktum restorani atrofidan 5 qavatli yangi yig'ishli domning birinchi qavatidan 2 xonalik to'liq yara ta'mirlab qo'yilgan kvartiram sotuvga chiqyapti. Devoriy atrof atachenta kraskalar bilan ta'mirlangan, oyoqdagilar laminat, eshiklari pod zakaz MDF eshiklardan. Kirganimizda oshxona qismi bitek kraskachalar bilan ta'mirlab qo'yilgan, kuxnya mebel garniturasi, gaz plita, vichka moykasigacha o'rnatib qo'yilgan. Aristonlargacha bor. Uyimizda asosiysi gaz, suv, svetdan hech qanaqa muammosi yo'q. Tezda nomingizga notarius qilib beriladigan kvartira. Bu tomonda esa spalnya qismi, faqatgina spalnyamizda mana bu shkaflari va dug' spalnyasi olib ketilar ekan. Pardalar, jalyuzi chiroyli qilib ta'mirlab qo'yilgan. Yosh katta ota-onasi bor akalarimiz, opalarimizga mana chiroyli kvartirani taklif qilib qolamiz. Chiroyli metal granitlar bilan ta'mirlab qo'yilgan devor atrof, patolog, natijnoy, LED abagrev o'yinlari, rakovinasi, unitaz vannasigacha hammasi yangi qurilgan, hali ishlatilmagan. Oyoqdagilari to'g'ri pol ekan. Zalning eshigiga o'zingiz baho berib o'ting. Qimmat pod zakaz eshiklardan kirganimizdan zalimiz ko'rinishi. Akkuratli qilib qo'yilgan mana shu chiroyli kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil aytib o'tganimizdek, Sharq 1 Al-Maktum restoranining yonida. Narxi $45,900. Ozroq summada arzon qilib kelishtirib beriladi.